Bu dunyodagi eng zo'r biznesmenlar haqida eshitganmisiz? U odam eng arzon, hech kimga kerak emas bo'lgan tovuq suyaklaridan millionlab pul ishlab topadi. Tovuq suyaklari uning zavodiga kelishi bilanoq ulkan mashinalar ishga tushadi. Qattiq pichoqlar suyaklarni ularga yopishib qolgan oz miqdordagi go'sht bilan birga yuqori bosim ostida maydalaydi. Albatta, bu xom holida umuman kelishmaydi. Na rangi yaxshi, na hidi. Shuning uchun aralashtirilgan turli xil ziravorlar, ta'm kuchaytiruvchi va tuz qo'shiladi. Keyin esa go'shtga o'xshatish uchun rang qo'shiladi. Ko'k, qizil, hatto apelsin ranglar. Mikser yuqori tezlikda aylanar ekan, pasta xushbo'y premium nachinkaga aylanadi. Shundan so'ng uning yarmi kolbasa qiluvchi mashinalarga yuboriladi va bir necha soniya ichida ideal shakldagi sosiskalarga aylanadi. Qolgan qismi esa kvadrat qoliplarga bosiladi. Vichina yoki bekonga aylantiriladi. Keyin eng muhimi yuqori haroratli terma ishlov. Bu ham sterilizatsiya, ham shaklni mustahkamlash uchun. Va oxirida hammasi chiroyli upakovkalarda premium vichina, oltin bekon degan yorliqlar bilan do'konga joylashadi. Oddiy xaridorlar esa bularni asosiy xomashyosi arzon suyak ekanligini bilmaydi ham. Endi savol, siz nima deb o'ylaysiz? Agar odamlar bundan xabardor bo'lishsa, baribir bunday mahsulotlarni sotib olishadimi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.